alaykum aziz yurtdoshlar, aziz saxovatpesha xalqimiz. Biz sizga yana murojaat bilan chiqyapmiz. Bugungi sababi bu Oqdaryo tumani Amirtemur mahallasi Qarqaloq qishlog'ida yashovchi Mustafayev Sodiq akamiz 41 yoshdalar, oilaviy 3 nafar farzandlari bor. Sizlardan aziz xalqimizdan ko'mak, yordam so'rab chiqyapmiz. Sababi Sodiq akamiz 5 yildan beri mana shu jigar sirroz bilan kurashib kelmoqda. Chunki hozirgi oxirgi paytda doimiy doktorlar nazoratida har oy davolanib kelmoqda, lekin hozirgi kunda qoringa suv yig'ilishi, o'pkaga suv yig'ilishi sababi kuchaygani sababi hozir zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, siz aziz xalqimizdan yordam so'raymiz. Biz xalq bilan albatta katta kuchmiz. Sizlarda arzimagan 5 ming 10 ming pulimiz. Alloh nasib qilsa shu akamizni hayotga qaytarib, sizlarni o'sha arzimagan 5-10 ming pulimiz bilan hayotga qaytarishimiz sabab bo'lib qoladi. Farzandlari, 3 nafar farzandlari bor, oilasi bag'riga qaytarishiga sabab bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, befarq bo'lmaymiz. Mana shu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Mana shu video ostida karta raqamlarni qo'yamiz. Bemorimizga juda ham hozir mablag' zarur, o'zlari ham oilaviy ahvoldan kelib chiqib yig'ingan, og'ayni urug'lar bilan oilaviy ahvoldan kelib chiqib yig'inib, nasibsa baribir bu mablag' yetmayapti. Shuning uchun siz aziz yurtdoshlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapti. Chunki inson bu narsaga majbur bo'lmasa, yordam so'rab hech kim bunday internetga yoki mana shu telegramlarga chiqmaydi. Aziz yurtdoshlar, hech kimning oilasida hech qaysi bir inson kasal bo'lmasin. Aziz yurtdoshlar, hamma bemorlarga Alloh shifoyi komillar bersin. Allohga oson. Ana shu uchun befarq bo'lmaymiz. 5 ming, 10 mingdir, kimdir 50 ming imkoniyatdan kelib chiqib, imkon boricha mana shu 5-10 kun ichida akamizga bir mablag' tarafidan yordam qilaylik. O'zimizni Amirtemur mahalladan, Oqdaryo tumanida aziz oqdaryoliklar, biz bir birodarimizni hayotga, oilasiga qaytarishga befarq bo'lib turmaylik aziz yurtdoshlar. Shuning uchun yordam so'raymiz hammalaringizdan, qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida oilaviy ahvoldan kelib chiqib, mana shu akamizni xonadoniga, akamizni oilasiga chiroyli bir yordam qilaylik. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Xudo xolasa akamiz oilasi bilan sizlarni haqlaringizga duoda bo'ladi. Xudo xolasa farzandlar baxtiga sog' salomat bo'lib ketsin ilohim. Nasib bo'lsa inshaalloh farzandlarning to'ylarida ilohim hammalarimiz xizmat qilishni nasib aylasin. Aziz yurtdoshlar, befarq bo'lmaymizda, imkon qadar mana shu karta raqamlarga bog'lanasizlar, telefon nomerlar qo'yamiz. Ana shu yoki menga bog'lansalaringiz, uy manzillari ham hamma ma'lumotlar menda bor to'liq. Akamizni hozir men kelib Samarqand shahrida Obulsiniy Bansada kelib turib, mana shu palatasidan mana syomka qilyapmiz. Shuning uchun imkon qadar aziz yurtdoshlarimizdan yordam so'raymiz, befarq bo'lmaymizda, ihsonlarda bordon bo'laylik. Aytadiki Allohim aytadiki, ihsonni mukofoti ihson deydi. Birlaringizga 1000 bersin, million bersin. Xudo xolasa mana shu akamiz bemorimizni, Sodiq akamizni yaxshi bo'lishiga bir sababchi bo'laylik. Aziz farzandlarning baxtiga omon bo'lsin ilohim. Qolgan mana shu bansamizda yotgan barcha bemorlarga ham Alloh shifoyi komillar bersin aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa agar imkoni bo'lmasa duo qilib turingizlar. Xudo xolasa Allohga oson, akamizning operatsiyalari yaxshi o'tib, Xudo xolasa oilasi bag'riga sog' salomat qaytishini Allohdan so'rab qolamiz. Siz aziz yurtdoshlarda, mo'min musulmonlarda yordamlari bilan albatta. Salomat bo'lingizlar. Rauf video kanalida mana shu lavhalarni bir-birlariga ulashib, ko'proq odamlar ko'rishi uchun sizlar ham like bosib, bir-birlariga ulashasizlar. Aziz yurtdoshlar, Sodiq akamizga mana shu hammamiz mo'min musulmonmiz. Bizlar hammamiz mana shu O'zbekiston fuqarosi, bir-birimizga begona emas. Aziz yurtdoshlar, balki mening viloyatim yoki mening tumanimdan deb o'tirmaymiz. Birgalikda Xudo xolasa bir tan bir jon bo'lib shu akamizni hayotga qaytaraylik, oilasi bag'rimizga qaytaraylik. Imkon qadar Xudo xolasa mayli 5 mingdir, 10 mingdir, 50 mingdir, kimda qanday qurbi yetsa, imkoniyat yetsa yordam qiling. Sodiq akamiz Xudo xolasa 10 kun ichida operatsiya bo'lishi kerak Xudo xolasa. Shuning uchun juda ham oz fursat qolgan, lekin Xudo xolasa mana shu hozir oxirgi tayyorlanish jarayonida Xudo xolasa mana ko'rikda mana sistemalar ulanib, hamma dori-darmon ukollari qilinib, nazoratda turibdi. Xudo xolasa yana 10 kundan keyin operatsiya bo'lishi kerak deyapti Sodiq akamiz. Shuning uchun sizlardan yordam so'raymiz. Befarq bo'lmaymizlar, yordam qilaylik aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa akamiz oilasi bag'riga, farzandlari bag'riga sog' salomat tik oyoqda turib borishini Alloh nasib aylasin. Shu shifoxonada, kasalxonada, hamma yerda yotgan kasallarimiz, bemorlarimizga Alloh shifoyi komillar bersin. Hamma uylarda sog' salomat bo'lishini, oilasi bilan tinch totuv bo'lishini tilab qolamiz. Salomat bo'lingizlar. Rahmat e'tibor uchun.